Mo'min musulmon inson so'zlayotganda ma'nolarni yaxshisini, eshitgan odam quvonadiganini chiroyli qilib gapiradi. Agar gap xunuk bo'lsa ham o'shani chiroyli qilib gapirish demak imkoni bor. Inson shunga urishsa erishadi. Bunga mashhur bir qissani ulamolarimiz keltiradi. Bir podshoh tush ko'rsa, tushida tishlari to'kilib ketibdi. Tushda shukun ko'rdi. Tushida tishi to'kilib ketdi hammasi. Ertalab turib vazirlarni, hokimlarni, hakimlarni, olimlarni chaqirib, "O vazirlar, o hukamolar, ulamolar, men bugun bir tush ko'rdim. Tushimda tishim to'kilib ketgan emish. Bunga nima deysizlar?" desa bir guruhi, "Vo podshoh, bosh sho'rimiz qurisin. Nima bo'ldi? Sizni hamma qarindoshlaringiz o'lib, o'zingiz yolg'iz qolasiz ekan" debdi. Tushning ta'biri shu. Podshoh nihoyatda mahzun bo'libdi, xafa bo'libdi. Qarindosh urug'larim hammasi o'lib qolar ekanda endi deganda bittalari turib, "Yo'q, bu tushning ta'biri boshqacharoq. Nima? Siz hamma qarindoshlaringizdan ko'ra uzoq umr ko'rasiz ekan podshohim" debdi. Qarang, ma'no bitta. Lekin narigilar juda xunuk qilib aytishdi. Qarindoshlaringiz hammasi birma-bir o'lib ketar ekan, bitta o'zingiz qolar ekan deyishdi. Bu odam bu keyingi aytayotgan xuddi shu ma'noni aytyapti, lekin siz qarindoshlaringizdan ko'ra uzoq umr ko'rar ekansiz deyapti. Narigisida xafa bo'lyapti, bunisida xursand bo'lyapti. Mana shunday qilish kerak. Gaplarni gapiriladi, ma'no bitta. Lekin xunuk gaplarni, xunuk ma'noni tanlamasdan chiroyli, go'zal ma'noni tanlash kerak.